Xo'p, Marg'ilonda kombinat bozorlarida gilamlar juda ham arzon bo'lib ketganidan xabaringiz bormi? Videoni oxirigacha ko'rib turing, men sizga ichkarida sharoitlar polni ko'rsataman. Birinchi, manzil tushuntirib qo'yay sizlarga qarang. Xo'p, ko'rib tursinmi? Marg'ilondagi Marg'ilon kombinat bozoridagi mol bozoridagi oldan kirganingizdan kam o'rtacha bir 300 metr yurganingizdan keyin mana shu zar gilamlari keladi. Ichkari sharoitlarni ko'rsataman. Bozordagi zar gilamlardagi narxlar qarang, 1 kvadrati 45 ming so'mdan ekan. Ko'ryapsizlarmi? Har xil turlari bor. Didingizga qarab xohlagan tanlab olaverasiz. Misol uchun 2,5 ga to'g'ri 990 ming so'm ekan. Faqat bu zar gilamlarida. Ko'rib tursiz, sifati juda ham a'lo, qalinligi ham yaxshi. Bemalol mehmonxonalarga, domlarga bemalol sovg'asi bo'ladi. Qarang, dahshatligini qarang, maza qilib, chiroyli holatda sotib olsangiz bo'ladi. Xo'pa, nechiga edi bu? 3 ga 5 ekan, 690 ming so'm ekan narxi. Ko'rib tursiz, bemalol. Bitta xonadon mehmonxonaga shuni tushadi. Narxi 3,5 ga 6, 960 ming so'm ekan. Mehmonxonasi yana qayerdan gilam olaman deb o'ylanib yuruvdingiz mana aka. Sizga topib qo'ydik chiroyli holatda. Bitta ugalollar qo'yib bersalar, chiroyli qilib oyoqda turadi. Bu faqat zargilamda. Ko'rib tursiz, 3,5 ga 7. 1 million 70 ming so'm ekan mana shu. Ko'ryapsizmi kattaligini? Oho! Aqa-baqa to'yona qilmoqchi bo'lsangiz ham, Libojaga olsangiz avtoritet olib beradi. O'sha aytganimdek zargilamda faqat. Pastda raqam turibdi. To'liq ma'lumot uchun yoki manzillari, narxlari, yana qo'shimcha naborlar tashab beringlar. Masalan, Telegram orqali onlayn ravishda tashab berishaveradi. Manzili Marg'ilon shahar kombinat bozorida. Olifta opa-singillarimiz uchun mana har xil turdagi sifatli kачествoli gilamlar ham bor. Ko'ryapsiz, buni necha qancha? Narxini so'raganlar 45.900 so'm ekan, kvadrati, 1 kvadrati. Ana akamiz aytayaptiki, premium klassdagi gilamlar ham bor deyapti. Xo'p, ketdi aka, mana yordam ketdi. Qarang buni. Dahshatligini. Qalinligi bor, haqiqatan dahshatli. O'rgandan keyin yupqa gilam olib kelibdi, unaqa bunaqa demaydi ham. Masa, chotki.